Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Demak, ikkinchi matnga ham yetib keldik. 5-bo'limdamiz. Darul aytam val musinnin. Yetimlar va qariyalar uyi. Yetimxona yoki qariyalar uyi deb ham aytiladi. Oldin masalan mehribonlik uylari deb aytilardi. Qarang, qanaqadir bir yomon joy emasdek, u yer ham normalniy joydek chiroyli eshitilardi-da. Bilmadim hozir, lekin bolalar uyi deb aytiladi. Xo'p, mayli. حفظ حقوق الإنسان وكرامته أمر متفق عليه بين الجميع. حفظ حقوق الإنسان وكرامته أمر متفق عليه. Demak, mavzuimiz bitta yozib olamiz. Mavzu nimadan iborat? Mavzu yetimxona va qariyalar uyi. Qariyalar uyi. Bizda birinchi so'z. Hop, yetim degan so'zdan yo'qmi? Hop, musinnina. Ha, musinnun degan so'zda. Mana shu so'zga ham bitta to'xtalib o'taylik. Hop, nima degan ruscha? Musinnun. Musinnun o'zi bilib qo'yishimiz kerak. Musinnun bu anaqa bor, chorpoylardagi, anaqa chorporlardagi, ya'ni mollarda 2 yoshlik to'y, ya'ni 2 yoshga yetganiga nisbatan aytilardi. Qadimgi lug'atlarimizda shunaqa keltirilardi, lekin bu zamonaviy kitob, zamonaviy arab tili bo'lganligi uchun musinnun so'zi hozirgi kunda qariyalar degan ma'nosiga to'g'ri keladi. Bizda masalan ajuz kelavergan, yoki to'inun fissinni bir qancha yoshga kirib qolgan deb aytilardi, lekin musinnun so'zida yana bitta ma'nosi bor ekan. Qanaqa? Qariya degan mazmunda. Qariya. Qariya. Xo'p, val musinnina. حفظ حقوق الإنسان وكرامته أمر متفق عليه بين الجميع. يعني أمر متعارف ومعترف عليه بين الجميع. ولكن ما معنى الكرامة؟ Karomat degan so'z bor. Karomat nima degani? Karomat degani biz qadimgi lug'atlarimizda o'rganganimizda karomat o'sha nima deydi? Bir shaxslar tomonidan nima deydi? Qanaqadir bir noodatiy, g'ayrioddiy ishlarni sodir bo'lishiga nisbatan aytilardi deylik. Umumiy mazmunda karomat, lekin hozir bu yerda unaqa ma'noda emas. Karomat deganda bu yerda insonni ulug'ligi, azizligi degan ma'noda. Azizligi. Uni nima? Aziziyatul inson. Insonni azizligi tushunalar ekan. Insonni qadrlash, uni ulug'lash, hurmatlash, va ihtiromul inson degan bo'lar ekan. Va ihtiromuhu. Uni hurmatlash tushunalar ekan. وخاصة عندما يكون طفلا أو عجوزا. وخاصة عندما يكون الإنسان طفلا مثلا، يعني مثلا ولدا صغيرا، أو عندما يكبر وصار عجوزا، فهما مرحلتان بحاجة ماسة إلى رعاية نفسية وصحية. ومن المؤسسات التي تهتم بهذا الأمر دور الأيتام والمسنين. Xo'p, bu ikkita bosqich juda ham qattiq muhtojlikda bo'ladi. Nimaga? Psixologik, ruhoniy va sihat salomatlik jihatidan juda ham qattiq nimaga? Rioyaga, qarovga muhtoj bo'ladigan davr ekan. Endi qarang. Bihajatin massatin. Bizda ikki xil ifodalasa bo'ladi buni. Qanaqa? Bi amassi hajatinam deyiladi. Juda ham qattiq muhtojlikda, yoki bi hajatin massatin. Juda ham qattiq muhtojlikda bo'lib turar ekan. Ila riayatin nafsiyatin va sihhiyatin. ومن المؤسسات التي تهتم
بهذا الأمر دور الأيتام والمسنين. Xo'p, mana do'run degan so'z bor. Mana shu to'g'risida bitta narsani bilib olaylik. Birligi qanaqa bo'ladi? Birligi davrun, bu birligi. Ko'pligi xo'p, davrun davrun. Buni ko'pligi durun ham bor. Durun yoki duvarun ham deyiladi. Duvarun. Darun, durun, duvarun. Duvarun. Bir o'sha o'qib ko'rganimizda, demak, duvarun so'zi ham borligi ayon bo'lgan bizga. Darun, durun yoki duvarun. Demak, bitta dona so'z bilan qarang, mana birligi, mana ko'pligi, bu ham ko'pligi. Endi ozginagina farq bilan уже sразу ajralib chiqyapti. Xo'p. Yaxshi. ويتم إنشاء هذه الدول بجهود الحكومات أو الجمعيات الخيرية، وتهدف إلى خدمات الأيتام والمسنين وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى يعيشوا حياة كريمة. طيب، ويتم إنشاء هذه الدور بجهود الحكومات أو الجمعيات الخيرية وتهدف إلى خدمة الأيتام والمسنين وتقديم الرعاية اللازمة لهم. يعني ularga kerak bo'ladigan, ya'ni rioyani, ehtiromni, qarovni, al-muhafazat. Keyin rioya bilan mana ko'pincha birga keladi. Ar-riayatu wal hifaz. yoki al-muhafaza val hifoz deb aytaylik. Mana shu ikkalasi sinonim tarzda keltiriladi. Va taqdimi al-hifoz va taqdimi ar-riayati aw ad-da'm va taqdim ad-da'm. Da'mun o'zi qo'llab-quvvatlash degani. Ya'ni mana bunaqa so'z bor, ta'ziz bor. Ta'ziz ham qo'llab-quvvatlash degani. O'zi nima? Musaada kabi. Musaadatun da'atun bo'lyapti. Musaadatun bo'lish kerak. Va taqdim ad-da'm qo'llab-quvvatlashni desak ham bo'ladi. Rioya ham ikkalasi bitta mazmunda. Hatta ya'ishu hayatan karimatan tayyibatan. Hayatan karima ya'ni hamma yashaydigan chiroyli hayot degan mazmunda. ويرجع سبب إنشاء هذه المؤسسات إلى أمور. لماذا ينشأ هذه المؤسسات؟ لماذا يبنى هذه المؤسسات في المجتمع؟ وما هو السبب؟ وما هو الدور الذي يلعب به المؤسسات في المجتمع؟ طبعا السبب الأول التغيرات الثقافية التي أثرت في العائلات والمجتمع. التغيرات الثقافية أثرت في العائلات والمجتمع وانشغال أفراد الأسرة، فلم يعد الأبناء متفرغين لرعاية كبار السن في العائلة بسبب عملهم وقلة الموارد الاقتصادية، إلى جانب غياب الخبرة الكافية للتعامل مع كثير من الأمراض الصحية التي يعانون منها. Xo'p. Oilalar va jamiyatlarga ta'sir ko'rsatgan madaniy o'zgarishliklar, demak bu birinchisi bo'lar ekan. وانشغال أفراد الأسرة، يعني الناس مثلا أفراد وأعضاء العائلة أو الأسرة هم ينشغلون بأعمال، فلذلك ولهذا السبب لم يعد الأبناء متفرغين. لم يعد degani qarang, o'zi mana shunday bo'lmay qoldi degani. Shuni tarjima qilishda biz ham boshida qiynalardik, keyin buni tushundikki, demak lam yaud degani bo'lmay qoldi. Masalan, bo'sh bo'lmay qoldi yuqorida. Lam yaud mutafarrig'ina. Birato'la yozib ketsak, xudo xohlasa chiroyli bo'ladi. Mutafarrig'i
متفرغين. خاب لرعاية كبار السن في العائلة بسبب عملهم. bular demek bosh bo'lmay qoldi. Bosh bo'lmay qolishdi. Mana shunday bo'lmay qoldilar degan mazmunda. لرعاية كبار السن في العائلة بسبب عملهم وقلة الموارد الاقتصادية إلى جانب غياب الخبرة الكافية للتعامل مع كثير من الأمراض الصحية التي كبار السن هم يعانون من هذه الأمراض. الخبرة الكافية demek تجربة معناته buni tushundik inshaalloh. أما دور الأيتام كيف نشأت ولماذا وقد أسست دور الأيتام؟ نشأت نتيجة لظروف الحرب. أولا مثلا في الحرب العالمية الثانية، وقد نشأوا مع المؤسسات الخيرية، يعني المؤسسات الخيرية دور الأيتام بسبب ظروف الحرب أو وفاة الأبوين أو لأسباب أخرى لا نعرفها حتى الآن. إذن وتقدم دور الأيتام والمسنين العديد من الخدمات مثل المسكن. إذن ما هي الخدمات أو ما هي الوظائف تكون أمام المؤسسات الخيرية، يعني المؤسسات اليتيمية والمسنية؟ مثل المسكن والملبس والمأكل. أولا المسكن السكن واللباس والأكلات والمشروبات وتوفير الرعاية الصحية المناسبة. مثلا الطبيب أو الطبيبة توجد في كل دور الأيتام والمسنين. لماذا؟ لأن الأيتام والمسنين يحتاجون في أحيانا حينا بعد حين إلى هذه الرعاية الصحية من العلاج والخدمات الطبية، كما تقوم بتقوية العلاقات الاجتماعية. إذن وأيضا تقوم دور الأيتام بتقوية العلاقات الاجتماعية بين النزلاء عن طريق القيام بأنشطة ترفيهية وثقافية ودينية لتدخل البهجة إلى قلوبهم وتحسن الحالة الصحية والنفسية. endi shuningdek qarang, yetimxonalar nima qilib berar ekan, ya'ni ijtimoiy mehmonlarni orasida ijtimoiy aloqalarni kuchaytirishga, ya'ni qanday yo'l bilan kuchaytirishga e'tibor qaratar ekan. Ya'ni ko'ngilochar har xil o'yinlarni, har xil madaniy va diniy ishlarni amalga oshirish orqali, demak mehmonlar, nazil degan o'zi mehmon degan, ularni ko'rgani kelganlar orasida ijtimoiy aloqalarni yana ham kuchaytirishga nima qilar ekan, e'tibor qaratar ekan. Nimaga? Litudakhilal bahjata. Al bahja degan so'z. Al bahja nima degan? Al bahja quvonch degan so'z mana shunga to'g'ri keladi. Quvonch sinonim sifatida o'zi quvonch bo'lib ketdi. Quvonch. Surur keltiriladi doim. إلى قلوبهم لتدخل السرور إلى قلوبهم وتحسن الحالة الصحية والنفسية. وعلاوة على هذا فتوفر دار الأيتام بيئة اجتماعية مناسبة تعوضهم عن الجو الأسري الطبيعي. توفر يعني تقدم دار الأيتام، تعطي دار الأيتام بيئة اجتماعية، يعني حالة اجتماعية مناسبة تعوضهم، يعني o'rnini bosadi
تعوض. ما معنى تعوض الآن؟ تعوض بمعنى تملأ. بمعنى ايه؟ تملأ. to'ldiradi degan ma'noda. Qayda? Ya'ni o'rinbosar bo'ladi. Tanubu desak ham bo'lar ekan. Naba yanubu o'rinbosar bo'ladi. An. تنوب عن الجو الأسري الطبيعي. وتقوم دار الأيتام بتربية الأولاد على القيم الأخلاقية والدينية. بتربية يعني على القيم الأخلاقية والدينية. shu joyda qiyam degan so'z bor. Qiyam degan so'zni men tushunishim uchun ancha-muncha vaqtim ketgan. Qaranglar. Qiyam degan o'zi oson so'z ekan. Qiymatun, qiyaman. Bu qadriyatlar so'zi ekan. Mana shu hozirgi zamon arab tilidagi qadriyatlar. Ya'ni insonlar nimalarni qadrlashadi, nimaga qiymat berishadi, o'sha narsani aziz ko'rishadi, nimani hurmatini bajo keltirib qo'yishadi. Mana shu narsalar qiymatuni qiyamun so'ziga to'g'ri keladi. Ya'ni taqumu bi tarbiyatihim ala al-qiyam ala al-qiyam al-akhlaqiyya wad-diniyya. كما تلحق الأطفال بالمدارس في السن السادسة وتنمي قدراتهم العقلية والجسدية. إذن تنمي وتزكي وتعطي وتطور قدراتهم وكفاءاتهم العقلية والجسدية. من خلال ماذا؟ كيف يكون ذلك؟ من خلال المشاركة في البرامج الترفيهية في البرامج الترفيهية والتربوية بشكل فردي في حين من الحين وجماعي في بعض الأحيان. تمام. برامج بار إن ماش جودة برنامج برامج ديان سوس برامج bu dastur so'ziga to'g'ri keladi. Dastur degan so'zga to'g'ri kelar ekan. Har xil ko'ngilochar, tarfihiyani yozib qo'yaylik-da, tarfihiya. Ko'ngilochar. البرامج الترفيهية والتربوية بشكل فردي وبشكل جماعي. وفي مبادرة جديدة دعا بعض الإعلاميين في مبادرة جديدة. يعني تذكر xabarlarda mubodara tezkor xabarlarda muxbirlar, i'lamiyin degani muxbirlarni ba'zilari nima qilishga chaqirdi? Darul Aytamni qarang. Nima dedi? Hop, yetimxona muassasalarini, ya'ni qariyalar uyiga qo'shishni, birlashtirishni, damjun degani birlashtirish ma'nosida. Damjun. Indimam so'ziga to'g'ri keladi. Indimam. Bir-biriga birlashtirishni nima qildilar? Birlashtirishga chaqirishdi. Fal aytamu. Chunki nimaga? Chunki yosh bolalar qanaqa otasi yo'q, onasi yo'qlar nimaga? Otalarni mehribonchiligiga muhtoj bo'ladi. Bihajatin ila hananil aba wal musinnina bihajatin ila ash-shu'uri bi ruhil a'ila wa bihajatin ila ash-shu'ur بروح الأعلى. وقد طبقت الفكرة في بعض الدول الأوروبية وحققت نجاحا كبيرا، وهي فكرة رائعة، ولكن تطبيقها في بلادنا يحتاج إلى دراستنا وتفكير عميق وتطبيق يعني شيئا فشيئا. تمام. وهنا نكمل درسنا الآن، وشكرا لكم لحسن استماعكم لكلماتنا على سبيل العلم. طيب، شكرا جزيلا، حياكم الله. Demek darsimiz mana shu joygacha ekan. Hamma tinglaganlar uchun, eshitganlar uchun rahmat. Mana endi savollar bo'lsa
yozib qoldirsanglar, aytsanglar bo'ladi inshaalloh.